Chechenka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Men aytib edim, yana qaytib kelasiz men magazinimga deb. Hozir bir minut. Abo, kim edi bu? Hozir tanimasam kibr ekan degan narsa taqat boradi. Qaynisinimidi? Yo, o'xshamaydi. O'sinimi ham shevasi bunaqa emas. Yo, odamning yana boshqa qizi bormikan? Mayli, asalim deyman, otini aytishim shart emas. Voy, qalingiz asalim Qizimisiz keldim mana o'sha kundan beri sizni o'ylayman. Voy, siz sarpa hovuzsi boshlig'imisiz? Voy, yaxshi bo'ldi kelganimda, voy ko'chaga hech yo'lim tushmayotdi. Как раз men bichimdan eka bozorga keldim, kirib ketdim. Ash keladiganlarga mos qilib shiydan ochib qo'ydik-da biz. Asalim, o'zi nimalar qidiryapsiz? Nima kerak? Yana ozgina paxta qo'ysam o'zini shevasi zo'r skitkada olaman. Menga chachiq, pastel, yaxshi narsangizdan bering. O'zi bizlarning vositasiy tovarlarimiz ash pastki qavatda joylashgan. Qo'yniga yo'l topibman, podvalgacha olib tushdi. Bizlar magazinimizda Turkiya bilan Xitoyda eng oldi mahsulotlar olib kelinadi-da. Ana shu uyingizga nima ishlatish kerak bo'layotgan bo'lsa, yostiq deysizmi, kurpami, sochaqmi, xalatmi, pastelni bilo ish qilib hammasini messaq so'tasangiz bo'ladi. Bitski naburiylar juda ko'p ekan-a? Kattagina. Ha, bu navarajdonkani ham bering. Yana tug'asizmi? Ha, behoy barakasini bersin. Bersin barakasini. Ana. Endi asalim sizda ish bor. Tanish bilish zemlakchiligimiz hurmati bularni skitkada qilib bering. O'zi 20-may kundan boshlab turib, ikkita filialimda 50% gacha skitka qila olmayman skitka. Hammagami, xalqqami skitka? Hammaga, nimaga men odam ajratmayman men. O'zim mana tanlab olgan narsalaringiz hammasi deyarli 50% skitkaga tushgan narsalar. Kechirasiz, sizni qattiq ko'rdim, bu yerdan beri ko'zimga siq ko'ryapsiz. Hech eslolmadim. Meni Sarpa House'im bosh homiy bo'lgan bitta bazmga borib sizga men sovg'a bergan edim. Ana shunda tuvaman deb va'da bergandingiz. Men o'rab hisob-kitob qilib mashinaga olib chiqib bering. Kibroy ekan-ku bu.